Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalarga. Kuzatuvchilar, charchamayapsizlarmi? Bugundagi albionlarimiz holati mana yashil massasi xudo xolasa chiroyli o'z holatida kelyapti, mana chiroyli bo'lib. Hosil berishi, boshqasi, gul sistemasi, yashil massasi kasallikdan xoli bo'lishi o'z vaqtida kasallikka, hasharotga profilaktika qilinib turibdi xudo xolasa mana. Yashil massasi yaqindan olganingizda mana xudo xolasa yomon emas. Mikroelement yetishmishi, boshqasi, mezoelement, makroelement hammasi xudo o'z vaqtida etap-metap berilib turibdi xudo xolasa. Holati shu. Obshidali shu katta maydon bo'lsa, 1 gektar 20 sotik bo'lsa, hammasida xudo xolasa holati yaxshi, yomon emas. Tabiatimiz ham rosa chiroyli kelyapti. O'z vaqtida yomg'ir, o'sha kunduz issig'i, boshqasi shuna holatda. Hamma albionlarimiz holati yaxshi ketyapti xudo xolasa. Materiallarni almashtirib yubordik. Endi yirtilgan joylarni yamab silikon bir xil kamroq hisob. Kitob endi yo'nalishga qarab to'g'riladik bularni xudo xolasa. O'sha nima deydi, albiyondagi ham mana shu yashil massasi bo'lsa, mana mevasi mana xudo xolasa. Qurtda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 ta 22 25 tagacha mevasi bor. 25 26 nari borsa 30 tagacha mevasi bor ekan albionlarda. Holati yaxshi. Mana shu yashil massaga yarashur mevasi bor. Sekin etap-metap xudosi pishib keladi bular hammasi. Zangirin va bir ko'p joydan 15 kun orqada yuradi. Hamma joyda meva pishyapti, ko'p joyda vohada, vodiyda mana biz mevalar holati. Boshlanishi mana shunday bo'lib turibdi. Bundan kattaroqlari ham bor. Holatiga yarashir. Chunki Angren shahri sal tog'li hudud bo'lgani uchun salqinroq. Sekin o'zini Xudoy taoloning buyurgan kuniga pishadi bular mevasi xudo xolasa. Yomon emas, yashil massasi mana shunaqa holatda mana. Chiroyli bo'lib kelyapti. Mana ariqlarimiz ham o'sha begona o'tlar yo'q, chiroyli qilib sistema joy qo'yib. Havo ham bulut ko'ryapsizlar ana. Soat 4 bo'ldi soat. Havomiz bulut Angrenda. 5-6 kun salqin havo oqimi xudo xolasa. Sekin boriga yarashib kelyapti mana. Shekilli qatorlar hammasi joyida yo'nalishida kelyapti xudo xolasa. Chiroyli bo'lib. Mana hech nima deydi endi, hamma narsa rizqi nasibiga yarashur. O'sha qilayotgan dehqonchiligingizga yarashib olaverasiz. Mana bular endi kichkina albionlarimiz. Eng oxirgi ekilgan albionlarimiz. O'sha boshida aytilgan maqsad shunday chiroyli qilib shu 1 2 3 ekilgan. Mana bu kichkina albionlarimiz holati. Ular ham shu iyunning 10lariga xudo hosil kiradi, chiroyli bo'lib. Xudo nasib qilsa shundan to birinchi qor yoqqancha muzlatib tashlagancha hosil beradi xudo nasib qilsa. O'sha aytganimdek shu profilaktika ishlari hammasi o'z me'yorida, joyida qilinsagina bu narsalar hosil beradi. Qarab turib joy-joyiga qo'ysa. Bu aytgan ishlarni qilmasangiz, hech narsadan oddiy o'stirgan o'tdan ham hosil ola olmaysiz. Molingizga o'tam ura olmaysiz agar kerak bo'lsa. Bu shunaqa gap. Iloj borcha bularni iloj borcha mana bitta sidrg'a gulini olib tashladik, yana bitta gullab turibdi mana. Etik bularning hammasini bilan olib tashlaymiz. Bir sidrg'a tanab olaman xudo xolasa bu yoqdan. Ko'chatib olamiz. Mana shu 12 ta ariq gulini olib tashlaymiz, chunki hosilga mana bu yoq hammasi yetadi bizga. Mana bu albion narigi dalamdagi albion kleriyalar bor, albionlar bor, ulardan hosil yetadi. Ja, ko'p hosil ham shart. Mana shu yerdan xudo xolasa chiroyli bir sidrg'a mo'ylab olib turib, eski bitta tanab olib, undan keyingina sekin sharoitiga qarab hosilga qo'yib yuboramiz. Bu bitta javobiga mo'ylab olinadi tanoblardan. Chunki ko'chat uchun aslovnoy yechilayotgan narsa. Mana bu hosildorlikka qo'yib yubordim o'sha buni. Shularda ham o'sha buni sanasangiz 12 ta, 13 ta, 14 ta mevasi bor. Har bittasi 35, 40, 50 grammdan hosil bersin. Bitta tupi o'sha donasi. O'sha bo'ladi. Buni holati mana yomon emas xudo xolasa. Shunday tepadan olganda
Mana shu yashil masasi ko'rinib turibdi mana. Xudo xolasa hech qanaqa makroelement, mikroelement yetishmovchiligi xudo xolasa xavfidan xoli bo'lib turibdi bu. O'z vaqtida o'sha profilaktikasi, hasharotli kasalligi, etap-metap hammasi berilib kelar ekan. Kitobda nima yozilgan bo'lsa, biz qo'ldan kelguncha shuni yaratishga harakat qilyapmiz. Faqat ob-havo ozgina injiq kelyapti, bir xilda 5-6 kunga surib olyapti. Chunki mana bu tabiatni bandasi hech qachon boshqara olmaydi. Buni любой odam tan olish kerak. Holatga qarab, sharoitga qarab ish qilib kelyapti o'sha. Yomg'irli kunlarda poylaymiz, bahor paytida, issiq kunlarda poylab shart-sharoit bilan profilaktika qiladi. Mana shunaqa temada ketsa, xudo xolasa yaxshi bo'ladi mana. Soldatga o'xshab turibdi, chiroyli bo'lib. Undan hech xafa bo'ladigan joyi yo'q. Kunara har kuni, ertalab o'sha kuni ham aytdim, ertalab bir marta, obedda kechqurun. Bitta odam kelib, har bitta arg'imariq juvayma-juv aylanadi. Ham har kuni ko'rib nima bo'lyapti, nima qo'yapti, holat qanaqa, boshqa qanaqa. Men bo'lmay qolsam, jiyanlar bor, shu ikkita odam biriktirib qo'yganmiz, o'g'limni, jiyanimni aylanib turib, kerak emas joylarni kerak video tasmaga oladi aka. Mana bu yerda shunaqa holat bo'lyapti, mana shu aradan shunaqa deb belgi qo'yadi, boshqa qiladi. Men o'zim ertangi kuni 2 kunda bir sharoitni qilib ko'rib, holatdan kelib chiqib, iloj bo'lsa kuchimiz yetgancha bartaraf qilamiz. Kuchimiz yetmasa, ustozlarim ko'p, shogirdlarim ko'p. Men shogirdlardan ham so'rayman, ustozlardan ham so'rayman. Hamma narsani shu o'rta holda yurarish kerak-da. Hammadan bitta chiroyli fikr chiqadi. Italiyadan ham so'raymiz, ruslardan ham so'raymiz, Qozog'iston, Qirg'izistondagi og'aynilar bor, ulardan so'raymiz. Hammasi bir-biri bilan kelishib ishlasa, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Mana shunaqa holatda mana. Bittekda mana teshik turibdi, ko'ryapsizlar, bittekda. Hasharotchalar kelib yedi kecha, endi o'sha kimdir ko'sak ko'p deydi, boshqa deydi. Shular hammasiga etap-metap ishlov berib kelyapmiz. Mana shunaqa holatda. Mana bu shekillar o'sha albionlarimiz. Holati yaxshi, yomon emas, xudo xolasa. Xudoyim barakasini chiroyli ulug'lab bersin. Ana shu bola-chaqani rizqi, mana shu joyda ishlayotgan farzandlarni, bolalarning rizqi, ishchilarning rizqi. Odamzodning qarni bir kosa ovqatga to'yadi aslida. 5 ta qo'l tixmay etapida chiroyli joyiga qo'yib kelsa, xudo xolasa maqsadga muvofiq ishlar bo'laveradi. Charchamanglar, aka-ukalar, charchamanglar. Har bir dehqonda qilayotgan ishlarga Alloh taoloning o'zi baraka bersin, rivojini bersin. Ana shu ishlarda bizda ko'makdosh bo'lib turgan ustozlarimiz bor, safdoshlarimiz bor. Shular hammasining oilasiga tinchlik, xotirjamlik, yurtimiz tinch bo'lsin. Shaharda rahbarlari, o'sha hokim bo'lsin, viloyat hokimi, rahbarlar hammasining umri uzoq bo'lsin. Shu xalqimizga mana shunaqa chiroyli shart-sharoit yaratib berayotgani uchun shularga umri uzoq bo'lsin. Ishimizni rivojini bersin, kasbkoriga baraka bersin. Charchamanglar aka-ukalar. Charchamanglar. Dehqonlar hamma narsasini o'z vaqtida qilaversa, xudo xolasa Alloh taoloning o'zi nima deydi? Fayz barakasini beradi rivoji bilan qo'shib.